Assalomu alaykum. Inkubator ishqibozlari. Shuhrat akaga zakaz beruvdik. 2 kamerali 3 ustalik universal inkubator. Buxoro Rometan Chilonga zastavka qilib berdilar. Nasib bo'lsa tuxumlarimiz hammasi chiqibdi. Ikkitasi qolgan. Birdan 4 ta chiqqan. Bu kameradan 4 tasi chiqib bo'ldi desa ham bo'ladi. Yana 4 tasi bor. Uni ham videosini tashlayman. Biri qisilib qolgani uchun olib qo'ydim. Faqat bitta kameraga jo'jani chiqaryapmiz. Bunga jo'ja chiqarganimiz yo'q. Qulayligi shu ekan. 2 talik 3 talik mana 2 kameraligini tuxumlarni yorganimga tashlayveramiz. Chiqib bo'lgan qurigan jo'jani olib boshqa joyga qo'yamiz. Qiziqganlar bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Inkubator Buxoro Rometan Chilonga kelgan. Inkubator xizmati bo'lsa ham farqi yo'q, qilamiz. Tuyaqushlar chiqish jarayoni. Qo'rqmay tuyaqush tashlasangiz ham bo'ladi endi. Bemalol. Tuyaqushlar hammasi sog'lom. Shuhrat aka, rahmat sizga. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Inkubator zo'r ishlayapti. Nasib bo'lsa yana zakaz qilmoqchi biza.